Bugun 9-yanvar va Real Madridning yulduzi Rodrigoning tug'ilgan kuni. Kelli bugun Rodrigoning hayoti haqida qisqacha gaplashamiz. Video boshlashimdan oldin hozirroq bu videoga like bosib, mana kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana esa boshladim. Rodrigo Goes 2001-yil 9-yanvarda Braziliyaning Osasco shahrida tug'ilgan. U bolaligidan futbolga qiziqqan va yoshidan iste'dodi bilan ajralib turgan. Rodrigo futbolchilik faoliyatini Braziliyaning Santos klubida boshlagan va u yerda Neymar izdan borayotgan yosh yulduz sifatida tanilgan. 2009-yilda u Ispaniyaning mashhur Real Madrid klubiga ko'chib o'tadi. Real Madrid safida Rodrigo muhim o'yinlarda hal qiluvchi gollarni urib, muxlislarning ishonchini qozonadi. U tezkorligi, texnikasi va sovuqqonligi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda u Braziliya terma jamoasining ham muhim o'yinchilaridan biri bo'lib, kelajakning yosh yulduzi sifatida ko'rilmoqda. From your original plan, you deviated, I alleviated the pain with long-term goals. Flip my underground loop without the gold. You sold platinum around the world, I sold wood in the hood. But when I'm in the street